Havaya salom do'stlar, bugun sizlar bilan men uchun Muhammad Ima. Bugun men o'zim uyimni qo'yib sotdim. 2,5 stak izumrudga. Mana endi esa mana shiti hozir narsalarimni olib chiqaman. Tamam. Yaxshi. Voy. Bu anchagina ebe. Kechirasan, bu seni o'zing avval uying edi-ku. Bunisi nimaga edi mening uyim? Mana bu ikkita bunaqa uy olgan, bittasini aytishi bo'yicha ijaraga berar ekan yoki ukasiga sovg'a qilar ekan. Mana narsalarimni olib chiqay. Vestak nimalar bilan birga sotuvdim. Mana bu yerdagi narsalarni ham o'zimga olishim kerak. Hoppa. Menimcha bir marta emas, 2 marta kelaman. Mana shunday. Mayli. Bunlarni aytgancha kiyib olishim kerak. Yetdim. Qara yashaysan, yangi uy oldingmi deyishlaringiz mumkin. Yo'q, hozir sizlar bilan xuddi shunga o'xshash, faqat zamonaviyroq va yangiroqdan quramiz. Mana bu yerda sanduq ichiga yana bir qancha kerak narsalar bor. Pulni tashlab ketib bermaydi. Mana buni ham aralıqqa yashintiramiz. Hech kim ko'rmasin. Hamma narsa bilan to'ldirib tashlaymiz. Sanduqni hamda unisini shunday sindirib olib kelsak ham bo'ladi. Sindirib emas, shunchaki ko'tarib. Sinsa-keyin narsalarni qara qo'yaman. Roza narsamni olaman. Tezlash. Ketdik. Wow. Qo'ch hozir hech kim ko'rmasdan. Mana shu yerlar meniki, hamda ana bu ham meniki. Wow, ochcha chiroyli ekan. Kuchukcha. Men endi esa uyni qurishdan boshlashim kerak. Birinchi uchrab polni taxlab olaman. Mana shunday polni taxlaydik. Bu juda ham ko'p vaqt ketishi mumkin, shuning uchun pauza qo'yaman. Mana taxlab ham oldim polni. Endi esa blok qo'yib chiqishimiz shart. Hayvonxona bo'lib ketdi-ku. Zoopark. Endi
Endi esa ot kelmagani qoldi. Uzr. Mana buni go'shti bilan aldasak bo'lar. Voy. Yaxshi. Mana asosiy etapi qurildi. Bu juda ham oson edi. Endi esa boshqa joylarni qurishim kerak, asosiy devorlar va boshqa bir qancha narsalar. Ikkita, uchta. Hoppa. Mana buni ko'chirishga to'g'ri keladi menimcha. Bitta, ikkita, uchta. Mana buni bilsin yo bunisi aytgancha boshqa blokdan biladi. Bu yoqqa eshik. Voy. Mana shu yoqdan bilish kerak. Mana. Yo yetay ekan. Rostini aytsam menimcha yo'q. Hozir bir kravatni qo'yib ilg'ab ko'rish kerak. Anchagina esimdan chiqibdi, qachondan beri buzib turganim yo'q edi uyimni chunki. Mana shunday yetadi. Mana. Mana bunaqa blokdan qilmoqchiman girdini, devorlarini, taxtasini. Menimcha tamom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voy. 1, 2, 3. Buni sindiramiz. Mana endi esa yetmadi qani. Buni tashlaymiz hamda bitta, ikkita, uchta. Bitta, ikkita, uchta. Bitta, ikkita, uchta. Hamda shu tarzda qilib chiqish shart. Xolos.
Aslo qiyin joyi yo'q. Juda ham oson. Mana. Menimcha o'xshadi, avvalgidan ko'ra anchagina men o'ylaganda yaxshiroq chiqdi. Narvon kerak endi. Akam bilishim kerak edi. Baraka inventarimga o'zimdan. Hamda yarimtalik blok. Bor ekan. Mana bu yo'q sal xato ketdi menimcha. Kengligi sal xato qilganman. Mana buni to'g'rilash kerak. Mana bunday qilamiz. Hamda mustahkam ham bo'ladi. Yo'q, menimcha bunday sal noqulay bo'ldi. Sal emas, anchagina. Oyoq hujum mana bu yoqdan to'xtatish kerak ekan buzishni. Bunisini buzsam ham bo'ladi. Mana endi esa anchagina tomini baland qildim, qulayroq bo'lishi uchun. Bosh tegmaydi, uy cho'ksa ham sal nima bo'lmaydi. Anchagina qulay. Qancha uyning balandligi baland bo'lsa, tomi baland bo'lsa. Mana qurib chiqdik, o'sha qarib tugatdik ham. Videomiz yoqayotgan bo'lsa shu joyga bitta obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Bu siz endi to'g'risini aytaman, to'g'ri. Bu bizga yordam beradi, motivatsiya beradi anchagina. Yanada olg'a yurishimizga, orzularimizga erishishimizga. Har bir obunachi biz uchun juda ham katta baxt. Ishonmaysizlar, minutga qaraymiz YouTube studioga, video olgandan keyin. Albatta bilamiz, video olmagan paytimizga ko'paymaydi. Shunchaki baxt yo'q qoldi. Yo'q, bu kerak emas. Mana shu yerni ham nimadir o'ylab topish kerak. Ichkaridan taxlash ko'rinib ko'rish kerak, menimcha. Yo'q, buni bo'lmasa ekan. Nima qilish kerak? Yo'q. Hozir o'ylab topaman. Bitta ideya keldi, o'zi shuni edi, adash esimdan chiqibdi.
Mana shuncha. Bu yoqda pechka turadi ikkita. Unchagina salgina esimdan chiqqan ekan. Bir blok oldinroq kattaroq qilib yuboribman. Hozir uni sindirib tashlaymiz, taxlaymiz. Hop. Aytgancha kutib qolinglar, yaqinda juda ham yaxshi bir kontent olaman. Ko'p kishi qilgan bu kontentni, biz ham bir takrorlab ko'ramiz. Lider Davik bilan ham, yana bittasi bor. O'zim, buni ham ko'p kishi qilgan. Men ham qilaman. Buni biz o'zimiz ham bir marta qilganmiz. Yanada yaxshiroq versiyasini qilishga harakat qilaman. Ikkita yangi video. Lekin bu uchun meni hozir mana shu videomga like, podpiska, prosmotrlar bilan qo'llab-quvvatlashingiz zarur. Iltimos, yana shu birta kishi adashib, ya'ni hazil qilib, o'zini o'sha Lider Davikning sinfdoshi hazil qilib jalb tashagan. Shu sababli prosmotrlar ko'rinmayapti, odamlarga chiqmayapti. Shuning uchun iltimos qilib so'rayman, podelиться knopkasini bosib qo'yinglar. Bu hozirda juda ham muhim biz uchun. Shu orqali siz bizga yordam bergan bo'lasiz. Mana shunaqa har xil nimadan chiqib ketishga. Mana uy ham taq. Eng asosiy fishkalardan biriga keldik. Mana endi esa bular kerak emas. Instrument kerak bo'ladi. Taxtalar kerak emas endi. Menimcha bularni yana qaytib sotsam bo'ladi biron kishiga. Uy quradiganlarga hammasi butun yaxshi narsalar qoldi. Endi esa mebellar kerak. Aynan shu ish bilan shug'ullanamiz hozir. Oynalar qaysi biri chiroyli tursa o'shani qo'yaman deb niyat qilib oldim. Sanduq ham kerak. Albatta bog' ham qurishga harakat qilamiz. Keyingi videoga, shu video bo'lmasa, keyingi videoga albatta quramiz. Menimcha birinchi pechka o'rnatishdan boshlaganim yaxshi. Mana juda ham ideal, faqat ana bu yoqqa bir narsa qo'yish kerak, esimdan chiqqan. Olishni sotib olib qo'yaman. Voy. Mana shu xato ketibdi uyning ichida. Mana. Просто ideal. Mana.
Ko'proq men onamning derazamning tagida bo'lishini xohlayman. Shuning uchun buni olamiz, mana bu yerni yopamiz. Hamda mana bu yoqdan yana ikkita. Hamda mana bu yerdan o'rtasini yopamiz. Mana shunday. Ko'k qo'yaymi? Bu yaxshi ko'k. Zo'r ketdi. Mana shu ko'kka qoldim. Yaxshi ekan. Bunga keyin esa skater yozaman. Sanduq qo'yildi. Qolonlar yozaman, albatta keyin so'ngra. Aha, kitob javoni. Mana bunday bo'ladi. Juda ham ideal. Yana bitta yaxshiroq idea keldi. Yanada chiroyliroq va tabiiy. Mana. Вообще четко. Eshik o'rnataylik. Mana juda ham chiroyli uy tayyor. Agar yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hammaga xayr.